Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa Urganchga keldik. Mokri akril bilan oq akrilni kombinatsiya ishlab berdik. Stollari Iran stol oldu. Oq mramora, qora mramor kombinatsiya olib turibdi. Xudo xolasa Mokaning ham eng oxirgi yupskadagidan ko'p berdik. Tiylaridan svet o'tiribdi. 3 etajli variant. Kime ishinding Xudo xolasa kuxunni mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Yaxshi like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buni bir qator aytadigan bo'lsak, stollari Iran stol 3-2lik. Keyin qashqadanlari bo'ladi. Ichida asan Mokaning eng oxirgi yupskadagidan ko'p berdik. Sushilkasi bor. Quloqlari hammasi vakuum. Sifatli va xolosa shunday mebellar kerak bo'lgan bo'lsa, har xil turdagi mebelni zakaz bilan ishlab beramiz. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxorocha ishlab beribmiz. Va xolosa O'zbekiston hamma yerga va xolosa yo'lga qo'yib beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Va xolosa bundan keyin ham bundan ham yaxshi mebellarni qilib beramiz. Sağolunlar, salomat olunlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina Xudo xolasa Bog'ot Qalajiq mahallasiga keldik. Xudo xolasa kuxunni mebeli bir hafta burun o'lchab ketdik, bitirib tayyorlab olib keldik. Kuxunnimiz ajoyib katta bo'ldi. Bu ochiq turgan joy, kirmashin joyi, moykasi, sushilkasi ichida. Xudo xolasa stollarini yaxshi stoldan qo'yib berdik. Bu ayna joyini sal pastroq bosib berdilar. Eshikka chiqib yopish uchun aynasini bu tarafga холодильник joy va xolasa shunday mebel, kuxunni mebel, uголок divan, kafe bar, shkaf, to'y mebel, nov mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, va xolasa bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Va xolasa kuningizni yaqindan aytib, har xil rangda ishlab beramiz. Nov rang desa, shu rangda ishlab beramiz. Va xolasa. Ya. Bir qator sushilkasi. Quloqlarına qarasangizlar, endi o'zi tortib ketadi. Ya. O'z imbo po'xi kromga. Sifat xudo xolasa ajoyib. Bu narsa pandem rolik. O'zi tortib ketadi. 70 kiloga ko'taradi. Xudo xolasa shunday mebellarga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina Xudo xolasa Urganchga keldik. Kuxunni mebel, alyumin akril bilan oq akril kombinatsiya etib ishlab berdik. Telerda podsetga berdik. Keyin ina bu eng oxirgi yupskadagi mokadan ko'p berdik. Kim Xudo xolasa shunday mebellar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Hamma quloqlari vakuum, tutkalar ham yaxshisidan qo'l turibdi. O'zi tortib ketadi quloqlari. Sushilkasi bor. Tortmalar ham ajoyib. Ya, nosozlar ham qo'l turibdi. Va xolasa kuxunni mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar, hammasini ishlab beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshi like bosib, kanalga obuna bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina Urganchga nereden yerabadik? Do'rmandan yerine geldik. Xudo xolasa stollari yaxshisidan qo'yib berdik. Ajoyib mramor. Mokaning ham yaxshisidan qo'yibmiz. Shunday shampun soladani, gelsadan hamma bor. Quloqlar hammasi yaxshi, o'z tortib ketadi. Millat tasadan vajan qo'yib berdilar, uni ham qo'yib berdik. Svetli buxunli bo'ldi bu. Hech kimga bergan bo'lgan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Va xolasa ajoyib etib tayyorlab beramiz. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxorocha. Shuhrat aka, chek kuningiz o'nadimi? O'nadi. Allah'ın dert görmesin. Sağ olun, selamat olun.
Ben balanız vaxtını görüb oturğaysınız. Hammaga rahmat, sağ olunlar. Sizlar mebelakdan bo'lsa kanala abone bo'lib qo'yinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarimizdan yetib boradi. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan hammasidan tayyorlab beramiz. Xohlasa. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ustan o'tganimiz Qo'shko'pira bo'ldi. Mebelni ko'rsatamiz. Mana mebeldan boshqacha bo'lib chiqdi. Oxirgi funksiyadan mo'ka qo'yib berdik. Quloqlari yaxshisidan qo'ydi. Ko'rsatib o'ting. Qashq qo'yadigan mexaniklar do'stlik yaxshi o'zi tortib ketadi. Sifati yaxshi. Sifatini garantga qo'yib beramiz. Mebelimiz ko'ngilingizga o'rnadimi aka? Yaxshi, rahmat, zo'r. Ajoyib. Yaxshi, yaxshi uyda ishlating, sog' bo'lasiz. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar. Mesela yaqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nechik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasidan ishlab beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Nechik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kerak sharoitga geldik, xudo xolasa. Kuxunli mebel akril, mokri akrildan tayyorlandi. Stollari iranskiy. Asan. Hamma qullab mexanizmlari yaxshisidan qo'yilib turibdi, o'zi tortib ketadi. Akril ham zakonnisidan qo'yilib turibdi, o'zingiz ko'rasiz. Nechik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Sizga yaqindan atib, kuningizga yaqindan atib tayyorlab beramiz. Oqindan desimi, qarasidan desimi, qizildan desimi, rangini farqi yo'q. Har xil stilda ishlab beramiz. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasidan ishlab beramiz. Mo'kalarini aytadigan bo'lsam, yaxshisidan qo'yib berdik. Bugun tog' odamlari bor. Bu mebel kerak sharoitga keldi. Xudo xolasa hali bu qo'ng'ishlar ham buyuradilar. Buni ham bitirib kelib videosini chiqaramiz xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Nechik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana yangi arqa geldik. Kuxunli mebel zakaz beradilar. Zakazini olib keldik. Kuxunli mokri asfalt svetda bo'ldi, akrildan. Stollari rossiyskiy 4 santalik. Asan quloqlari vakuum o'zi tortib ketadi. Mo'kalarini ham yaxshisidan qo'yib berdik. Asan tog' odamlari bor. Kimga nechik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Ana endi buni 3 variantini, akril standart variantini Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxorocha zakazini ishlab beramiz. Yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarimizdan chiqib boradi. Ustobo, nechik ko'nglingiz o'rnadimi? Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ishlatavering.